Xakerlardan himoya, kuchli parol va pin-kodlar. Assalomu alaykum. Paket kerak bo'ladimi? Rahmat, shartmi? To'lov nima orqali bo'ladi? Onlayn. Assalomu alaykum. Yo. Paroling to'rtta bor. Senda hali ham 4ta birmi? Ha, xo'sh. Rahmat. Menga ayt, hamma joyda pin-koding 4ta 1, 4ta rolik 1-2-3 to'g'rimi? Xo'sh. Parolik pin-kod juda muhim narsa. Uni tanlashda be'tiborlik bilan qarashing kerak emas. Xo'sh, nima taklif qilasan? Oddiy parol to'yxonaning eshigi ochiq qoldirilganda ekan. Shuning uchun parolingizni zudlik bilan almashtirishing kerak. Xavfsizlik bo'yicha maslahatlar. Pin-kod uchun 4 ta raqamdan iborat murakkab kombinatsiyani tanlang. Har bir karta uchun alohida pin-kod yarating. Har 6 oyda pin-kodni o'zgartirib turish qo'shimcha himoyani ta'minlaydi. Pin-kod? Parol va pin-kodlarni oqilona tanlang.